Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz meni kuzatib turgan insonlar, men ismim Abdug'affor va Miram Ergashev. 2019-2020 yillarda Koreya davlatida Kime shahridagi Al-Buxoriy jome masjidida imom vazifasida faoliyat yuritganman. Hozir juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan, juda ham ko'p internet tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda videoroliklarni ko'paytirishib, turli xil bo'xtonlar va tuhmatlarni amalga oshirayotgan insonlar uchun va meni kuzatib turgan insonlar uchun ana shu video murojaatimni taqdim etmoqchiman. Avvalambor men 2019-yil fevral oyida borganimda, fevral oyida menga Koreya davlatida ya'ni taklif viza yuborishdi. Buni o'sha Kime shahrida Al-Buxoriy masjidining faollaridan bo'lgan Saydulloh Rasulov degan inson Qosimjon do'stimizga murojaat qilgan va Qosimjon ana shu hujjatlarni tayyorlab menga yuborgan. Men borganimda o'sha masjidni holati juda ham abgorligi, yaxshigina qarzlari borligi, arendasidan, elektridan, suvidan va boshqa haligi qiyinchilik holatlari borligi uchun men borganimdan keyin o'sha Saydulloh Rasulov menga hech qanaqa hatto sharoit bo'lmagan. Aslida imomning oyligi, yeb ichishi, yashash joyi va kelib ketish biletlari hamma xarajatlari o'sha masjidni hisobidan masjid mutavvalisi tomonidan amalga oshirilishi kerak edi, lekin menga hech qanaqa sharoit yaratib berilmadi. Ular aksincha menga ana shu masjiddan oyligingizni qanday chiqarib olasiz, qayerda yashaysiz, qayerda ovqatlanasiz, qanaqa qilib kelib ketasiz, bu sizning ishingiz, masjidning holati mana shunday deb meni o'zimga tashlab ketdi. Shundan keyin men Qosimjonga telefon qildim va Qosimjon bilan maslahatlashdim. Hattoki o'sha Ko'jedo'v shahridagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nomidagi masjidga ketib bormoqchi ham bo'ldim. Lekin Qosimjon ana shu masjidni yurgizing, qoraka atlab chaqirdik, shunday degandan keyin men bu ishlarni o'sha masjidning faoliyati bilan shug'ullanishni boshladim. Xo'p, men o'sha turli xil munozaralarda, muhokamalarda va ana shu O'zbekistondagi ustozlar bilan bo'lgan zoomlarda men aytganmanki, men agar ana shu masjidning pullarini xarajatlaridan tashqari ishlatib qo'ygan bo'lsam, to'layman deganman. Chunki meni Koreyadagi o'sha Kime masjidida, imomxonasida ana shu masjid faoliyati uchun ishlatgan hamma pullarimni cheklari mavjud edi. Lekin ana shu yerdagi hozirda u yerda imomlik qilib turgan Ulug'bek qoraka ana shu xonani qulfini buzdirib, u yerga o'ziga joy qilgan va u yerdagi hamma narsalarni, ya'ni meni omonat narsalarimni olib chiqib tashlagan. Bundan nima maqsad ko'zlangan, buni hamma aqlli odam o'zi tushunib olsa bo'ladi. Ya'ni ana shu cheklarni yo'qotish bilan meni haligi isbot dalillarimni yo'qotishga harakat qilingan. Va shundan keyin biz majbur bo'ldik ana shu ularni qo'lida mavjud bo'lgan o'sha kartani, bank hisobotini olishlikka va bu yerda bank hisoboti mana qo'limda turibdi. Bu yerda hamma narsa ana shu Koreyadagi banklar tomonidan, ana shu qaysi bank bo'lsa, o'sha bank tomonidan qancha pul tushgan, qayerga qaysi pullar chiqqanligi to'g'risida hamma ma'lumot bor. Bu yerda hech qanday kimnidir qaysidir pul perevod qiladigan savdogarlarda yoki tijoratchilarda nomiga hech qanday pul u yoqqa chiqmagan. Men buni hozir qisqacha oxirida buni hisobotini video murojaatdan keyin ilova qilib qoldiraman, elektron variantini. Men hozir ana shu xarajatlarni hammasini bu yerga hisob-kitob qildirib, mutaxassislar bilan, bank mutaxassisi, ana shu Koreyada
masjid faoliyatini yuritgan yigitlar bilan birgalashib o'tirib hammasini hisob kitob qilib ko'rib chiqqanmiz. Bu yerda mana 13 oy men mana shu nimada Koreyada faoliyat yuritganman. Ana shu 13 oy davomida masjid xarajatlari, masjidning arendasi uchun 7 million 800 ming 806 ming mana shu kartani hisobidan pul to'langan. Elektr toki uchun 3 million 117 ming 270 so'm pul to'langan. Suv uchun 1 million to'langan. Bu kartadan to'langani, u hali qo'ldan berilgani bu yerga qo'shilmagan. Kartadan aynan o'sha elektr, suv uchun mana shu yerda chiqqan hisob kitoblar. Xo'p, men u yerda uyda yashaganman. 6 oy, birinchi borganimda 6 oy masjid ichidagi o'sha balkonchada 1 metrga 2 metrli xonachada yashaganman. Undan keyin uy olishga majbur bo'lganman, chunki u yer sovuq, qishda sovuq, yozda juda ham issiqligi uchun turli xil xastaliklar paydo bo'lgan, kasal orttirganman. Ana shundan keyin iloji yo'q, o'sha uyga chiqqanman. Unga ham bu yerda mana 1 million 410 ming 700 so'm ana shu uyga ijara haqi to'lanyapti. Undan tashqari masjid hisobidan boshqa yerdagi masjidlarga ehsonlar amalga oshirilgan. Masalan, Al-Buxoriy 2 jome masjidi bor Koreyada. Ana shu masjidda borganimizda juda ham abgor ahvolda bo'lgan. Ana shu masjidni remont qildirganmiz. U yerda Nodirjon, Erkin aka degan akalarimiz bor. Ana shu akalarimiz u masjidni hozir faoliyatini yuritishadi. Ana shular bilan maslahatlashib o'sha masjidni faoliyati uchun yordamlar berganmiz. Korea Muslim Federation tashkiloti Qur'on musobaqasi qilganda ana shunda o'zimizni masjidimiz hisobidan ularga pul berganmiz. Bundan tashqari Ko'jedodagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari nomidagi masjidga yordamlar qilganmiz. Bundan tashqari masjidga juda ham qiynalib qolgan talaba bolalar yoki biznes viza bilan kelgan musulmonlar yordam so'rab kelishardi. Ana shu yordam so'rab kelgan musulmonlarga yordamlar berilgan. Keyin undan tashqari turli xil bemorlarga dori-darmonlar olishga yordam berilgan. Ana shular hisobidan 8 million 180 ming 900 so'm masjid hisobidan boshqa masjidlarga yordam puli to'lab berilgan. Undan tashqari buning ichida ana shu Ko'jedod masjidini arenda ijarasiga ham pul o'tkazib berilgan. Xo'p, undan tashqari meni oylik ish haqim 17 million 672 ming 524 so'm. Bu yerda men ana shu 13 oy davomida faoliyat yuritgan bo'lsam, 1,5 million so'mdan 19,5 million oylik olishim kerak bo'lgan. Men lekin bu yerda 17 million 672 ming oylik olgan ekanman. Bu oyligimni men oldin olmaganman, chunki masjidni hisobida pul bo'lmagan va keyinchalik o'sha masjidni hisobiga, hisob raqamiga, ya'ni kartasiga pul tushgandan keyin men uyimga ketishimdan oldin bir qismini olganman. O'zbekistonga kelganimdan keyin bu yerda uzoq qolishimni bilganimdan keyin bu yerda haligi saxovat insonlar degan loyihasini amalga oshirganmiz. Amalga oshirishni boshlaganimizdan keyin pulga muhtojlik bo'lgandan keyin men ana shu yerdagi yigitlarga iltimos qilganman. O'z oyligimni yechib o'sha yuborishlarini iltimos qilganman va ular ana shu kartadan pullarni yechib meni oyligimni O'zbekistonga yuborishgan va ana shu xayrli ishlarga va o'zimni oilaviy ishlarimga ana shu pullarni sarflaganman. Xo'p, shu bilan undan tashqari masjid kartasidan vaqtinchalik o'sha bitta talabaga o'sha bank shot qilish uchun pul chiqarganmiz. U qaytarib pulni tashlab bergan. Mana 29 million 400 ming qarz chiqyapti. 18 million qarz yana qaytarilyapti. Endi qolgan 11 million 400 ming pul qayerga ketyapti degan savol bo'ladi. Bu pullar 2019-yilda biz men borganimda mana shu mahalliy ichki ishlar boshqarmasi tomonidan kelib bizga mana shu masjidning xavfsizligini ta'minlash uchun kamera qo'yish kerak bo'lgan. Kamera qo'yishimizni aytishgan va biz ana shu nimani talabni bajarib kamera qo'yganmiz. Har oyiga 380 ming so'mdan. Men borganimda 2 oy men borligimda 2 oy pul to'lagan bo'lsa, 2009-yilda oxirigacha u to'lanmay kelib haligi shtraflari bilan pul chiqqan. O'sha yilda 3 million
40 ming 2020-yildan yilni 1-oyidan 2020-yilda 11-oyigacha 4 million 180 ming. Dezinfeksiya ishlari amalga oshirilgan, 440 ming so'mga pul berilgan. Masjid xarajatlariga undan tashqari dezinfeksiya yana dezinfeksiya kelganligi, dezinfeksiya mahsulotlari va boshqa xarajatlar uchun 1 million pul ishlatilgan. Undan tashqari 2020-yilda 15-iyun kuni 600 ming masjidning arendasiga pul to'lanyapti va masjidda o'sha tahoratxonadan haligi karantin paytida motordan suv otilib chiqib ketib, pastdagi masjidimizning pastdagi bilyardxonani patologini o'pirib tushgan va ana shu patologini boshqatdan shu yerdagi do'stlarimiz qilib berishgan. Biz uni shu yerda turgan o'sha qarzdan qolgan pullarni ana shu ishlarga sarflaganmiz. Masjidni shu bilan birga masjidni o'sha tahoratxonasidagi motorini ham almashtirganmiz. Endi bu yerda masjidni bu kartasidan tashqari kunlik tushadigan pullari masjidning kunlik xarajatlari uchun ishlatilgan. Bu yerda uni ham alohida ilova qilib yozib qo'yganman. Shu bilan bu nimani men ilova qilaman. Bu yerda hamma narsa yozilgan. Agar tushunmaydigan odamlar uchun o'zbekchalar ham yozib qo'yganmiz. Shu bilan meni video murojaatim tugadi.